Galasio tumani Rabotay territoriyasidan 6 sotixlik kottejimiz sotuvga chiqyapti. Narxi arzon pulda 3 xonali kvartiraning puliga kottej qadrovlanishlar. Srochnaga sotilyapti. Hovlimizning ichki qismi yerlari sanuzul alohida plus balkonchasi uyga qo'shilgan kotelxonasi, bu yoqda alohida garajlari bor. Kiraverishdagi asosiy darvozachasi, garaj qismini ko'rsatib o'tamiz hozir. Kirgandan garajimiz bu yoqda plus kladovka yoki-da alohida sanuzulga joy tashlab ketilgan. To'liq pishgan g'ishtdan ko'tarilgan uchastkamiz qadrovlanishlar kottejimiz. Ichki qismini ham ko'rsatib o'tamiz xonalarini hozir. Kirgandan kottejimizning ichki qismi mebelchalari mana bu qo'lar ekan. Mana bu yerda prixojeniy shkaflar qo'yganlar. Oshxonasi, zali, qolgan xonalari sanuzul bilan birga kattagina koridor qismi. Eshiklari MDF eshiklardan mana bu kuxnya mebel garniturasi qo'lar ekan. Faqatgina bu yerdan mana bu mikrovalnovka va xolodilnik olib ketilar ekan. Mana bu mebellari ham qo'lar ekan hammasi. Plus balkonchasi yopiq holda tayyorlagan deb aytdik. Balkonchasini o'zini ham bemalol dam oladigan xona yoki-da o'tirib ovqatlanadigan joy qilib qo'yganlar. Bu xonani nevaralar uchun tayyorlab qo'ygan ekanlar. Bemalol nevaralar mana shu yerda o'ynab kulib katta bo'lyapti. Zal qismi spaynlarini ko'rsatib o'tamiz. Sanuzul alohida bu tomonda, mana bu yerda zal qismi. Kirgandan uyimiz zalning ko'rinishi. Faqatgina bu xonamizda mana bu ko'rib turgan jurnalist stolikchasi olib ketilar ekan. Konditsionerlari, mebel divanlari qo'lar ekan. Bu tomonda vanna xona qismi. Bu tomonda esa hojatxonasi qismi. Mana bu hojatxona ko'rinishi. Arisonlargacha o'rnatib qo'yilgan. Bu tomonda detik komnatasi. Mana shu holatda topshirar ekanlar bu xonani. Hech narsa olinmas ekan. Faqatgina o'zlarining mayda-chuyda jihozlari olinadi, kiyim-kechaklari. Mana bu xonadagi jihozlari hammasi olinadi, faqatgina gilam va pardalari qolar ekan. Bu tomon asosiy родительский komnatasi yoki-da ikkinchi zal qismi. Mana shu kottejimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro tumani yoki-da Galasio tumani Rabotay territoriyasida 6 sotix 1 etaj kottejimiz. Narxi 56.900 srochnaga sotilyapti. Kottejimiz ikkilamchi kreditga ham beriladi, hech qanday soliqlarsiz. E'tiboringiz uchun rahmat.